Assalomu alaykum aziz hamkasblar. Mana bugungi O'zbekiston Kubogining F guruhi 3-turida o'rin olgan Navbahor Fardo jamoat o'rtasidagi uchrashuvdan keyingi matbuot anjumanining birinchi qismini boshlaymiz. Bunda Fardo jamoasi bosh murabbiyi Shavkat Yusuf ishtirok etyaptilar. Avvalo bugungi o'yin haqida fikrlaringizni o'rtoqlasangiz, keyin savol-javoblarga o'tsak. Avvalo assalomu alaykum. Bugungi uchrashuvga to'xtaladigan bo'lsak, Navbahor jamoasini g'alaba bilan keyingi bosqichga chiqishgani bilan tabriklayman. Qiyin uchrashuv bo'lishini oldindan bilgandik. Bir qator Navbahor jamoasiga qarshi tayyorgarlik ko'rishdi. Damashqlik zagotovkalarimiz bor edi. Shular qaysidir ma'noda o'xshadi, lekin nihoyalash qismiga yetganda baribir saviyamiz bilindi. Yakunlashda kamchiliklarimiz ko'zga ko'rindi. Agar shu kamchiliklarimizni oxirida to'g'irlaganimizda balki uchrashuvda hisob bunaqa yirik ko'rinish olmasdi. Birinchi taymda, ikkinchi taymning boshida yaxshi imkoniyatga ega bo'ldik. Mahram Abilfazovda imkoniyat bo'ldi. Birga bir vaziyatda agar gol urganda balki uchrashuv boshqacha o'tishi mumkin edi. Navbahor jamoasi va Superliga jamoasi, ular to'pli epizodlarda to'psiz baribir tezliklarini ko'rdik. Jamoamiz darvozaboni bir qancha seyflar qildi. Bolalar hammasi borini berib harakat qilib yugurishdi. Bolalardan hech qanaqa pretenziyamiz yo'q. Endi keyingi uchrashuv bizda chempionatimiz 29-da Olimpik Mobius bilan shu o'yinga tayyorgarlik ko'rishni boshlaymiz. Shuki. Bo'ldi, savollar bo'lsa, marhamat, savollar bo'lmoqchi. Jamoa bugun o'sha raqib panasi ikkinchi bo'limda juda yaxshi qarshilik ko'rsatdi, yaxshi taassurot qoldirdi. To'g'ri, keyin o'sha ikkinchi, uchinchi goldan keyin o'sha orqada himoya ochilib ketib qoldi. Umumiy olganda jamoangizni o'yinidan qay darajada qoniqsiz, ya'ni faqatgina o'yin emas, guruh bosqichi. Kubok o'yinlariga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, guruh bosqichida Xorazm jamoasiga qarshi ham uyimizda o'zimizda eng yaxshi uchrashuvlarimizdan birini o'tkazdik, lekin xuddi shunaqangi imkoniyatlarimiz bo'ldi, gol urishlikka foydalana olmadik. Uchrashuvning so'ngida hakam qo'shib bergan daqiqalarda gol qo'yib olib mag'lub bo'lgandik. Agar uyda boshqacha ijobiy natija hal etganimizda keyingi turda Qoraqalpog'iston futbol akademiyasini yutdik, balki chiqqan bo'lardi. Endi gapirish oson, lekin oldimizda yana vaqtimiz bor. Jamoani yana shakllantirgani, to'g'irlagani, Navbahorga qarshi ham bir qancha tayyorgarlik ko'rgan joylarimiz bor edi. O'sha epizodlarimiz o'xshadi, lekin yakunlovchi nuqtada oqsoqlanishimiz bizga pand berdi deb o'ylayman. Shu Mahram Abilfazovdagi imkoniyat agar 1-0 ligida urganimizda Norxon Sheripovda imkoniyat bo'ldi, Nodirbek Karimovda bo'ldi. Hammasi shu 1-0 hisobi qayd etilayotganda bo'ldi. Ikkinchi gol bizga zarba bo'ldi. Oldiga chiqdik. Himoyada bo'shliqlar paydo bo'ldi. Shu sababli 3-4 gollarni ham qo'yib yubordik. Marhamat, savollar bormi? Savol yo'q bo'lsa, bugungi matbuot anjumanimiz birinchi qismini yakunlaymiz. Keyingi bo'lda omad tilaymiz. Hammasiga sog' bo'ling.